Bir kishi dunyodan o'tdi, uning qarzi bor, $3000. Akasi o'z bo'yniga oldi, uning sharoiti yaxshi emas edi. Shunda bir domla aytdiki, 25%ni berasan bo'ldi deyishdi. Bu borada fiqh kitoblarimizda qanday ko'rsatilgan? O'tgan darslarda o'sha vafot etgan odamning qarzlarini zimmasiga olish masalasini batafsilroq to'xtalamiz degandingiz. Shu savol ekan. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Azizlar, vafot etgan odamni qarzi masalasi shariatimizda juda muhim o'rin egallaydi. Uning bir tafsilotlarini ham aytib o'tmoqchiman. Bir odam vafot etsa, vafot etgan odamning qarzini to'lashlik uning qoldirgan merosini hisobidan to'lanadi. Qarz shunchalik muhim narsaki, Payg'ambar alayhisolatu vassalom mayyit, ya'ni vafot etgan odam qarziga, odamlardan bo'lgan qarziga uning ruhi muallaq bo'lib osilib turadi, toki u qarz uning nomidan ado etilguncha, hatta yuqdo anhu, undan qarzi to'liq ado etilguncha deb Nabiy alayhisalom marhamat qilganlar. Qarz har bir mukallafni, ya'ni insonni o'zining zimmasidagi ado etishi kerak bo'lgan mas'uliyat, majburiyat. U majburiyatni, u mas'uliyatni boshqa birovning zimmasiga yuklashlik uchun qarzdor ham, zimmasiga oluvchi ham tirik bo'lishi lozim. Endi bizning diyorimizda juda mashhur bo'lgan bir holat bor. Bir odam vafot etsa, vafot etgan odamni janozasida imom domla, janoza o'quvchi kishi mayitning yaqinlaridan biri, yo o'g'li bo'lsa o'g'liga, otasi bo'lsa otasiga, akasi bo'lsa akasiga, yaqinlaridan biriga mayitning qarzlarini zimmangizga oldingizmi deydi. U hujjat bilan, guvoh bilan kelsa zimmamga oldim deydi va shu bilan keyin bo'ldi, mana shu kishi zimmalaridan soqit bo'ldi degan gap gapiriladi. Haqiqatda shundaymi? Fiqhiy qoida bilan qaraydigan bo'lsak, Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qavullariga ko'ra, u kishining bu boradagi tutgan yo'llari shuki, vafot etgan odamning qarzini boshqa bir odamning zimmasiga o'tkazishning hech iloji yo'q. Chunki zimmadan zimmaga, bir kishining mas'uliyatidan olib boshqa bir odamning mas'uliyatiga olish uchun mas'uliyatidan olinadigan odam tirik bo'lishi kerak. Vafot etgan odamda zimma yo'q. Ya'ni u bir narsani bajarish, ado qilish yoki bo'lmasam o'zini zimmasidagi ba'zi bir javobgarlikni, mas'uliyatni boshqa birovning zimmasiga o'tkazib berish imkoniyati yo'q unda. Demak, shunday bo'lgandan keyin u odamning qarzini odamlar tarafidan boshqasiga o'tkazib qo'yishligini u kishi, demak, o'tkazib qo'yishi bilan o'tib qolmaydi degan gapni aytganlar. Bunga dalil qilib bir qancha misollar keltirilgan, ammo mumkin deganlar ham bor. Shogirdlari Imom Muhammad va Imom Abu Yusuflar hamda Imom Shofiy va Maliklar mayitning, vafot etgan odamning zimmasidagi qarzini boshqa birovning zimmasiga o'tkazsa, ikkinchi tomon qabul qilsa o'tadi degan gapni aytishadi. Lekin biz Abu Hanifa rahmatullohi alayhining so'zlarini, Imom Azamning o'zlarining so'zlarini agar tahlil qiladigan bo'lsak, haqiqatda fiqhiy nuqtai nazardan Abu Hanifa rahmatullohi alayhining, demak, tutgan yo'llari, mazhablari, qilgan ishlari to'g'riroq bo'ladi. Sababi, chunki bunda haqiqatda zimmadan zimmaga o'tkazish imkoniyati yo'q. Endi mumkin deganlar, ya'ni bir odamning zimmasidagi haqqi boshqasiga o'tadi, vafot etgan odamniki deganlar, bu zimmadan zimmaga o'tishligiga Payg'ambar alayhisolatu vassalomning davrlaridagi bo'lgan bir voqeani misol qilib keltirishadi. Rasululloh alayhisolatu vassalomning davrlarida bir mayitni, bir vafot etgan odamning janozasini olib kelishdi. Nabiy alayhisolatu vassalom so'radilar, buning zimmasida qarzi bormi dedilar. Ya'ni uni ansoriy bo'lgan, vafot etgan odam Madinalik musulmonlardan, sahobalardan bo'lgan. Keyin Rasululloh alayhisalom so'raydilar,
birodaringizning, ya'ni sahobingizning qarzi bormi dedilar. Sahobiy ikromlar ha 2 yoki 2 dinor, 2 dirham yoki 2 dinor, 2 tilla tanga yoki 2 kumush tanga qarzi bor bu odamni deyishadi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalom sollu ala sohibikum, birodaringizga, sohibingizga namoz o'qiyvering dedilar. O'zingizlar namoz o'qiyveringlar deganlar. Shunda Abu Qatoda radhiyallohu anhu, buyuk sahobiy, Rasulullohning bu muomalalaridan keyin aytadilarki, ey Allohning rasuli, buni qarzini men zimmamga oldim, men buni qarzini ado etaman dedilar. O'rlaridan turib unga o'zlari janoza namozini o'qidilar. Mana shu hadisni dalil qilib, demak, vafot etgan odamni zimmasidagi qarzni boshqa birovning zimmasiga yuklasa bo'ladi degan gapni boshqalar aytishadi. Endi bu borada nima masala? Abu Hanifa rahmatullohi alayhining tutgan yo'llari eng mo'tadili bu. Ya'ni zimmaga o'tkazishlikda majburiyat bo'lmaydi. Ya'ni bir odam vafot etgan yaqinini qarzini zimmasiga olsa, u uning zimmasiga majburiyat bo'lib o'tmaydi. Ya'ni undan keyin bo'ldi, shu odam to'lash kerak, to'lamasa u odam qiyomatda javob beradi, dunyoda mahkamaga tortiladi degan narsa yo'q. Balki u odam vafot etgan yaqinini qarzini to'lab bersa, mashaalloh, uning zimmasidan qarzdorligi yo'qoladi, qiyomatda Allohning huzurida javobgarligi ketadi. Agar kimdir zimmasiga olib, otasini qarzini bolasi, bolasini qarzini otasi zimmasiga olib ado etsa, bo'ldi, qiyomatda javobgarlik vafot etgan odamdan soqit bo'ladi. Ammo zimmasiga olsa-yu to'lamasa, uning majburiyati hisoblanmaydi degan Abu Hanifa rahmatullohi alayhining so'zlarini xulosa qilib aytsak shu bo'ladi. Shuning uchun biz ham bu borada mana shu mazhabni, Abu Hanifa rahmatullohi alayhining so'zlarini ulamolar ko'pchilik shunga demak ittifoq qilgan. Biz ham shu gapni aytamiz. Inshaalloh o'tgan safar shuni tafsiloti bilan aytamiz deganimiz shu edi. Vallohu a'lam bis-savob.